Voy, mashalloh. Akalar qaranglar, juda ham chiroyli bo'lgan Fayzli xonadonimizdan obzorga kelganmiz. Mana bunda qaranglar, eng sifatli, yaxshi mahsulotlardan foydalanilgan ushbu uyimiz narxini taxmin qilib turinglar. Men sizlarga to'liq ma'lumotni video davomida berib o'taman. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz O'zbekiston mahallida joylashgan, ya'ni Huaydon shundoqqina yonginasida 1.5 sotuvli o'zini kattagina mana shunaqa parkovkalariga hamma sharoitlari bor va eng muhimi uy ichida barcha ko'rsatib o'tilgan narsalarimiz qoladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, narxini aytib o'taman. Shundoqqina uyimizga kirib kelishimiz ham bizani shunaqa kishidan bo'lgan Fayzli xonadonimizni kutib oladi. Uyimizni qaranglar, mashalloh, juda ham chiroyli Fayzli xonadon qilib qo'yishgan ekan. Ushbu mashina turgan 6 talik stol-ustulimiz ham shu holatda qoladi va uyimizni sizlar bilan birga ichlarini obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Shundoqqina uyimizga kirib kelishimiz bilan bizani qaranglar, juda ham chiroyli bo'lgan Fayzli xonadonimizni kutib oladi. Mana bunda qaranglar, yo'ligimiz ham uzungina, juda ham chiroyli qilingan. Bu tarafimizda esa televizni ko'rish uchun zonamizda qaranglar, juda ham chiroyli qilingan. Bu tarafimizda turetskiy sifatli 3 ga bo'linadigan stolimiz, yonida esa uni 6 talik stollari ham bor va bu tarafimizda esa hol qismiga yo'l yuborilgan studiya variantli oshxonamiz. Oshxonamizni qaranglar. Mebellar eng sifatli, eng yaxshilardan foydalanilgan. Shu mashina mebellar o'ziga aytishyapti, $7,500 tikib yuborishgan ekan. Qaranglar, shu narsalar bilan tayyor holatda tashab ketishadi. Bu tarafimizda Ariston gaz plitalari, bu tarafimizda esa mana qaranglar, Ariston kir mashinalari ham bor. Mana eng sifatli, eng yaxshi narsalardan foydalanganligi shundoqqina bilinib turadi. Ayollarimizdan eng sevimli xonasi ushbu xonamizda ko'rib turgan edi. Va bu tarafimizdagi xonamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu tarafdagi xonamiz bu, ya'ni birinchi xonamiz, birinchi qavatimizdagi zalimizni qaranglar. Zalimiz ham juda ham chiroyligina, shinamgina qilib qo'yishdi. Mebellarning eng sifatli, eng yaxshilaridan qo'yilgan va zalimizning bu tarafidan orqa hovli chiqib ketsa bo'ladi. Orqa hovli havo aylanish uchun juda ham yaxshigina qilingan. Mana qaranglar. Bu yonidagi uylarga nisbatan eng zo'r havo aylanadigan joyda joylashgan ekan. Juda ham shinamgina qilib qo'yishibdi. Bu tarafimizda esa birinchi qavatimizning umumiy sanuzellar mavjud. Mana qaranglar, juda ham shinamgina, barcha sharoitlarga ega va endi sizlar bilan podval qismimizni ko'rib chiqamiz. Shundoqqina podvalimizga tushib kelishimiz bilan bizani qaranglar, juda ham kenggina bo'lgan kino zonamiz va bu tarafimizda esa garderob qo'yishlar bo'ladi. Hamma sharoitlar tayyor holatda qilib qo'yilgan. Bu tarafimizda kladovkasi, o'zini polkalar tayyor holatda qilingan kladovkamizda va bu tarafimizda esa shkafimiz ham tayyor holatda qoladi va uyimizning yuragi katelligimizni suv tortadigan nasoslardan tortib, suv toshsa tortib ketadigan hamma sharoitlarga ega. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli holatda barcha sharoitlar tayyor holat qilingan. Ushbu ko'rsatib o'tayotgan barcha narsalarimiz o'z o'rnida qoladi. Uy egalari shundoqqina sizlar uchun tashlab ketishyapti. Ko'rib turganingizdek, bu tarafimizda kino zonamizni juda ham shinamgina, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Barcha sharoitlarni sizlar uchun tayyor holatda qilib qo'yishgan. Kirasizligi shundoqqina yashaydigan sharoit turibdi. Endi sizlar bilan birga ikkinchi qavatimizni ko'rib chiqamiz. Shundoqqina ikkinchi qavatga chiqib kelishimiz bilan bizning o'ng tarafimizda ikkita xonamiz bor. Bu birinchi xonamiz, ikkinchi qavatimizning umumiy sanuzeli joylashgan. Ko'rib turganingizdek, barcha sharoitlarga ega va bu tarafimizda esa детский spalnigimiz joylashgan. Spalnigimizdan qaranglar, barcha sharoitlarga ega, juda ham chiroyli holatda shkaflaridan, garderoblaridan va unaqa divanlari juda ham chiroyli, eng sifatlilardan qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, o'zingizlar ham ko'rib tursanglar. Va bu tarafimizda 3-xonamiz mavjud. Bu 3-xonamiz spalnigimiz. Spalnigimizdan ham juda ham shinamgina, juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Va bu tarafimizda esa oxirgi xonamiz, bu ham ota-onalar xonasi, spalnigimiz. Spalnigimizdan qaranglar, juda ham shikarli, juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Mebellarini, hamma narsasi eng sifatli, eng yaxshilaridan qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, shu mebelarimiz ham shu joylarda shundoqqina qoladi va bu